Amir avtosavdoda bizdan variantga moshina so'ragan akalarimiz uchun yaxshi Malibu 1 mashinasi kelib qoldi akalar. 2012-yil 250 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ikkinchi pay esa bezluk variant akalar. Mashina holati zo'r holatda. Kraskalar top-toza, mo'yka qilmaganiga e'tibor bermaysizlar. Akamiz to'g'ri olib kelibdilar. Balonlar o'rta holatda. Tonirovka ruxsati 8 oy 9 oy bor ekan. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham yaxshi holatda turibdi. 250 ming prebeg, yaxshi monitor, video registrator, Pandoradan yaxshi pultlargacha ham ustanovka qilingan. Okalar daji slipoviy zonalargacha ham bor. Mashinaga yaxshi chexol, ko'rlargacha ham solingan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Pakalina propan gaz baloni ustanovka qilingan, vyxlop sistemalar qilingan, yaxshi navrachunni stoplargacha ham qo'yilgan. Kraskalar top-toza, slipoviy zona, kuzov holatlari ham zo'r holatda turibdi. Okalar 4 ming 5 ming puli borga akamiz bilan kelishgan holatda 1 yilgacha halol nasiya savdo qilib chiqarib berar ekanlar. 360 kameralargacha ham bor ekan. Bemalol telefon qilib barik qilishingiz mumkin.